Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli mezbonlarimiz. Mana shunday ajoyib davrani tashkil qilib berganlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Qo'qonda mana hozir ta'kidlab o'tishdi, mendan oldingilar ham 2 asr mobaynida, ya'ni Qo'qon adabiy muhiti shakllangandan keyin Navoiyxonlik albatta vujudga kelgan va bu hozirgacha davom etib kelayotgani bizni juda mamnun qiladi. Bugungi suhbatimizda Alisher Navoiyning do'stlari haqida, ayniqsa Husayn Boyqaro haqida gapirildi. Men juda xursand bo'ldim. Endi navbat bilan sekin-sekin Navoiyga yaqin bo'lgan do'stlari haqida ham oz-ozdan suhbatlashib o'tsak yaxshi bo'ladi. Birinchi Husayn Boyqaro bo'lsa, keksa bo'lsa, ulardan keyin Said Hasan Ardashir bor. Pahlavon Muhammad bor. Endi ularda eng kichkinasi Sohibdoro Navoiyning ham shogirdi, ham tavsiyalarini bajarib yurgan yordamchilari bo'ladi. Men shu odam haqida jinday gapirmoqchiman. Sohibdoro ham fors tilida juda ajoyib she'rlar yozgan shoir, ham zakitab, fozil odam bo'lgan. Zayniddin Vosifiyning eslab o'tishiga Alisher Navoiy ko'pincha mana shu biz o'tirganimizga o'xshagan davralar tashkil qilar ekanlar, o'zlarining xonadonlarida. Ziyofatlar bo'lar ekan. Ijod namunalari o'qilgan ekan. Hamma yangi chiqqan narsalar bo'lsa, hammasi e'lon bo'lgan ekan. Mana shunday anjumanlarda ba'zan Alisher Navoiy qiziqgan paytda chiqib ketar ekanlar, ba'zan birga o'tirib oxirgacha davrani davom ettirar ekanlar. Ayni bir kuni shunday ziyofat bo'lgan paytda shu ziyofatdan ulush olib Sohibdoroni Mavlona Abdurahmon Jomiyning ziyoratlariga olib borib keyin deb berib yubordilar. Qaytib izidan kirsa, hamma mehmonlar sekin qo'zg'alishyapti. Alisher Navoiy aynan shu paytda juda suhbatlashishga ehtiyojmand bo'lgan paytlar ekan. Avzoylari o'zgarib, bu nima bo'ldi? Nimaga sizlar qo'zg'alib qoldilaring? Alisherning uyi oshxona-yu, Alisher sizlarga oshpaz bo'lib qoldimi? Hech narsani gapirmasdan ketaverasizlar. Ular uzr aytishib, axir biz siz bandsiz, ijod bilan bandsiz, davlat ishi bilan bandsiz, sizni xoli qo'yaylik deb nima qilmoqchilar. Ayni shu paytda Sohibdoro eshidan kirib keladi Abdurahmon Jomiyning huzuridan. Keyin sen ham shular toifasiga kirdingmi? Sen ham ketib yo'q bo'lib qoldingmi sen? Ha, axir o'zingiz Mavlona Abdurahmon Jomiyga buni tashlab kelgan dedingiz-ku. Nasiba olib borgansiz. Shart burilib qaytib ketdilar Alisher Navoiy. Shu bilan nimalar birin-sekin tarqalishdan kayfiyatlari buzildi degan Sohibdoro yana undan battar xijolat. 3 kungacha ertalab huzurlarga keldim. Qaramaydilar. Gulzor bo'ylab ketaveradilar. Oxiri 3-kuni bunday burilib menga qaradilar-da aytdilar: "Sen menga yaqin odamim bo'lsang, men o'sha paytda achchiq ustida shuni seni u yoqqa yuborganim esimdan chiqqandir balki. Shuni hammaning ichida yuzimga solish yaxshimidi?" Bu nimadan, odob nimasidan tashqari bo'lgan narsa bo'lgani uchun uzr so'radim deydi. Shundan keyin yana u kishi boshqa ishlarni buyurishdi, davom ettiradi. Bundan ko'rinadiki, Alisher Navoiy nihoyatda noziktab, tez ta'sirlanadigan odam bo'lgan. Ya'ni Navoiyni ko'p munozaralarda talashib yurgan Mavlona Binoiy ham aytadi, bu odamni injiqlikdan boshqa aybi yo'q deydi. Faqat injiq bo'lishmaslik iloji yo'q. Shuncha asar yozish uchun shuncha zakovat kerak bo'ladi. Shundagina odamzod o'zini takomilga yetkazishi mumkin. Mana shu narsani aytib, keyin Sohibdoro eslatib o'tadi. O'sha Alisher Navoiy vafot etgan paytda katta fors tilida marsiya yozadi. Marsiyani zo'rligi shundaki, o'sha marsiya har bandini birinchi misrasidan Alisher Navoiyning tug'ilgan sanasi kelib chiqadi abjad hisobida. Ikkinchi misrasidan vafot sanasi kelib chiqadi. Hali adabiyot tarixida bunaqangi marsiya yozilgan emas. O'ylaymanki, bundan keyingi anjumanlarimizda shu Navoiyning do'stlari haqidagi suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Inshaalloh hammamiz bilan diydor ko'rishamiz. Rahmat.